Olim aka, mana shu Malibuni rechegini necha minutda mana shu Premier rechegiga alishtirib bera olasiz aka? 2 minutga bormaydi, bir pasda qo'yib beraman. Bilaman aka, professional ustasiz, umuman samimiyatsiz yo'q. Mana bu eski xo'jalari yomon bo'lib, mana bu bezarib ketgan. O'shaning uchun islom keling, haydlik qilib alishtirib beraman dedilar, lekin men aytayapman, 2 minutda alishtirib bera olmaysiz deyapman. Xohlasangiz ketdi aka. Vaqtga qaraymiz mana. 11:10 aka. Ketdimi? Vaqt ketdi. Daha aytmaydi, ana buzib qo'ymang aka. Bir degan. Tezlashtirmaymiz, boshqa qilmaymiz. Faqat hamma yonidagi plyus minuslari, ana mexanikaga o'tadiganlari hammasi ishlasin. Bo'ldi tugar. Mana 1 2 3 4lari hammasi. To'xtang ko'rib oling. Hop, taralada ko'ring. Mana. Gap yo'q. Bo'ldimi? Masala halmi? Masalasi hal. Mana shu narsaga deb bolalar kerak bo'lsa 1,5 soatga olib qo'ygan mashinalari. U hali ham 11:10 da turibdi. 1 minut ham bo'lmabdi aka. 30 sekund. Gap yo'q. Bu joy bizning eski qadrdon joyimiz. Elit bo'lmasdan oldin mana shu yerda ish boshlaganmiz. Kompyuter diagnostika bo'yicha professional Olim akaga murojaat qilasizlar. Novodoga ana topilmayotgan ayblarni ham topib beradilar. Pastda profil, nomerlarni yozib qoldiramiz. O'zimizning qadrdon akalar bular bilan haligacha aloqalarimiz mo'shli. Profiliga obuna bo'lib qo'yinglar. Mana shunaqa professional ustalar bo'yicha murojaat qilasizlar.